Kambag'almisiz yoki ishdan haydaldingizmi? Yo orzularingizni, niyatlaringizni amalga oshirish uchun pul topolmayapsizmi? Yoki yetishmovchilik sizni qiynab yubordimi? Unda men sizga 5 ta sinalgan amalni o'rgatib qo'yaman. Agar mana shu amallarni ixlos bilan bajarsangiz, tez fursatda boylar safiga qo'shilasiz. Xudo xohlasa. Unda diqqat qiling. Birinchisi, o'zingiz sevgan va mazza qilib ishlaydigan kasbingizni tanlang, ammo u halol va qonuniy bo'lsin. Ikkinchisi, shu kasbning professional mutaxassisi bo'lgan, ya'ni olimi bo'lgan insonga shogird tushing. Agar shogirdlikka olmayman desa, eshikdan haydasa teshigidan kirib, iltimos qilib, yalinib, yolvorib bo'lsa ham, g'ururni biroz muddatga chekkaga surib qo'yib, unga shogird tushing. Xo'p demagunicha qo'ymang. Uchinchisi, ota-onangiz va qarindoshlaringizga ko'p yaxshiliklar qiling. Ularni xursand qilib duolarini oling. Garchi bu sizni qiladigan ishlaringizning orasida siz uchun bir ahamiyatsizroq deb tuyulsa-da, buning barakasini va hikmatini ko'rganingizda arifmetika yu boshqa fanlar damini olishiga guvohi bo'lasiz. Ya'ni bu yerda oddiy arifmetika ishlamay qoladi. Bu yerda ilohiy qoidalar ishlab boshlaydi. To'rtinchisi, har oy tushadigan tushumingizni 10% dan 30% gacha bo'lgan qismini xayr, ehson va sadaqaga yo'naltiring. Hech qachon, hech qaysi oyda bu amal esingizdan chiqmasin. Bu qilgan xayr ehsonlaringizni 700 barobar bo'lib qaytib kelayotganini ko'rganingizda daromadingizni 50% ni, kerak bo'lsa hammasini mana shu ishga yo'naltirardim deb o'zingiz hayron qolasiz. Va nihoyat 5-inchisi, har kuni eng kamida 1 soat vaqtingizni boylik, pul, mol-dunyo, uning kelishi, ketishi va qayerga sarflash, qayerdan to'g'ri uni jalb qilish haqidagi ilmlarni o'rganish uchun vaqt ajrating. Bu vaqtni ajratmas ekansiz, boshqalardan orqada qolib ketaverasiz. Men sizga mana shunday ilmlar jamlangan bitta ajoyib boylik haqidagi o'zim o'qigan kitoblarning ichidagi eng zo'rini tavsiya qilaman. Bu ham bo'lsa Islom Jamolning Boy bo'lishni istasangiz kitobi. Mana shu kitobni o'qib chiqsangiz va mana shu kitobdan har kuni foydalansangiz, kambag'al bo'lsangiz boy bo'lishga, boy bo'lsangiz boyligingiz yanada barokatli va karrasiga oshishiga hissa qo'shadigan ilmlarni o'rganasiz.